Bilasanmi, dunyodagi eng boy futbolchilar kimlar ekanligini? Oxirgi futbolchining boyligi 1 milliard dollardan ham ko'p. 5-chi Muhammad Saloh. Uning boyligi 220 million dollarga baholangan. Daromadlari nafaqat maydondagi katta maoshidan, balki Adidas va Pepsi kabi nufuzli brendlar bilan tuzilgan reklama shartnomalaridan shakllanadi. 4-chi Neymar. Braziliyalik hujumchining boyligi taxminan 229 million dollar. Uning boyligi yirik shartnomalar, jumladan Puma bilan hamkorlik va Barselonadan PSJga tarixdagi eng qimmat transfer orqali shakllangan. 3-chi Kylian Mbappe. Uning boyligi 100 million dollar. Fransiyalik hujumchi Nike, EA Sports va boshqa ko'plab brendlar bilan tuzilgan shartnomalar va reklamalar orqali ulkan daromad topmoqda. 2-chi Lionel Messi. Ko'p martaba oltin to'p sovrindori bo'lgan Messi hozirda Inter Miami uchun o'ynaydi. Uning boyligi 800 million dollar. Bu Adidas va Pepsi kabi brendlar bilan hamkorlik hamda AQShdagi yangi shartnoma orqali ta'minlangan. Birinchi o'rinda esa kim deb o'ylaysan? Izohda o'z variantini